Demak, assalomu alaykum. Davom ettiramiz. Bugungi darsimizda basic plots, ya'ni eng oddiy grafiklarni qanday chizishni ko'ramiz. Bu tezda ishlash uchun qulay, umumiy tushunchalari uchun. Demak, biz yana yuklab olamiz kerakli ma'lumotlarni. Mana shunday. Demak, biz kerakli ma'lumotlarni oldik. Birinchi ko'radiganimiz bu ingliz tilida scatter plot deyiladi. O'zimizda esa endi korreляцион jadval desak ham bo'ladi, chunki bu yerda o'sha x va y chiziqlarida x va y koordinatalar o'qida mos nuqtalarini bir-biriga mos ma'lumotlarni bir-biriga joylashtiramiz va qay bir ma'noda korreляцияni ham ko'rishimiz mumkin. Mana oddiy misol. Yana x ni olsak, ya'ni aholi soni va o'limlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rmoqchi bo'lsak, mana bunday qilamiz. X ga demak biz aholini olamiz, aholi miqdorini. Lekin aholimiz soni ko'p bo'lgani uchun biz buni millionga bo'lamiz. Ya'ni 10 darajasi 6 degani million. Masalan, 30 millionni millionga bo'lsak 30 ta degani. Biz xullas aholi sonini hisoblash oson bo'lishi uchun millionga bo'lib olamiz. Endi esa o'limlar miqdorini ko'rsak, totalni ko'ramiz. Endi esa bizga grafik chizadigan funksiya mana plot funksiyasidir. X va y ni chizsak, mana demak ekranning o'ng qismida bizda faqatgina fayllarni ko'rish uchun emas, asosan grafiklarni ko'rish uchun ekanligini mana bilib oldik hozirgina. Buni kattalashtirish ham yo'li bor edi. Adashmasam zoom bilan kattalashtirib bo'lardi. Mana zoom bilan mana kattalashtirdik. X va y. Demak, x o'limlar aholi soni mana 30 degani 30 million degani, y esa o'limlar miqdori. Demak, korreляция degani o'rtasidagi bog'liqlik. Mana ko'ryapmizki, trend tepaga qarab ketyapti. Ya'ni aholi soni ko'paygan sari o'lim miqdori 100 ming kishiga to'g'ri keladigan, bu yerda endi million kishiga to'g'ri keladigan o'lim miqdori ham oshib boryapti. Mana bizda ekstremal holatlar ham bor, grafikning eng yuqori o'ng qismida. Rasm ko'rindi deb umid qilamiz sizga. Mana bu ko'rmagan bo'lsa, o'ng pastdagi rasm haqida suhbatlashdik. Demak, buni yana bir yo'li ham bor deb ko'ramiz. Qani bu funksiya ham ishlayaptimi? Murders plot population mana. Demak, o'sha grafik faqat endi miqdorlar haqiqiylashdi desak ham bo'ladi. Mana 10 darajasi 7 degani 30 million degani. Mana bu yerda esa totalda o'qida o'limlar miqdori, populationda esa aholi soni keltirilgan. Bu yanada tezroq ishlash uchun. Demak, keyingisi histogrammadir. Histogramma bu o'rtacha o'lim miqdori darajasi qanday miqdorda ekanligini ko'rmoqchi bo'lsak, mana x ga yana belgilaymiz. Grafik bilan bu osonroq. Mana biz murders total, ya'ni barcha o'limlarni aholiga bo'lamiz va uni 100 mingga ko'paytirsak 100 ming kishiga to'g'ri keladigan o'lim miqdorini ko'ramiz. Mana histogramma funksiyasi mana bunda ishlaydi. Mana hist x ni bossak, mana ekranning o'ng qismi ostida paydo bo'ldi. Yana kattalashtirsak, mana demak ko'ryapmizki, bu yerda asosiylari 2 va 3 orasida tushgan, ya'ni eng ko'p miqdorlar 2 va 3 orasida va ekstremal holatlar ham bor, ya'ni 15 dan katta. Bu qaysi davlat ekanligini ko'rishimiz uchun mana bunday qilamiz, ya'ni qaysi shtatligini. Murders state. X qilsak, mana District of Columbia. Demak, mana 15 dan katta ekstremal holatlar, ya'ni 100 ming kishiga to'g'ri keladigan o'limlar soni 15 dan ortiq ekan District of Columbia'da. Bu chizma bo'yicha. Keyingi ko'radigan chizmamiz esa box plot deb ataladi. Bu nisbatan ko'proq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
hozir qanday chizishini ko'rsataman. Mana bu yerda mana bunday qilib kommentingizni ham yozish mumkin agar aytmagan bo'lsam shu paytgacha. Murders. Demak, biroz qanday qilishni, ya'ni Murdersga yangi ustun qo'shdik, raid degan. Mana shunday qilib qo'shiladi. Murders. Total population ko'paytirilgan 100 ming. Demak, mana Murdersga kirsak, mana raid degan yangi jadval, yangi ustun qo'shildi. Murders degan jadvalimizga, ya'ni o'limlar nisbati miqdorini. Endi esa biz box plot qanday ishlashini ko'rsatish uchun mana bitta chizib ko'rsataman. Box plot rate va mana bu region. Murders qilsak mana. Demak, ekranning o'ng qismida paydo bo'ldi. Yaqinlashtiramiz, zoom bo'lsak yaqinlashadi. Va mana ko'rayotgan bo'lsak, o'rtadagi mana bu qalin chiziqlar avvalambor qarasak 4 hududga berib chiqdi, ya'ni rate miqdori va hududlar o'rtasidagi box plot, ya'ni rate bu o'lim darajasi 100 ming kishiga to'g'ri keladigan, ana bu esa hududlar o'rtasidagi nisbati. Masalan, noz istagani shimoli sharqda ko'rsak, mana bu o'rtasidagi qora chiziq bu degani mana shu shimol sharqdagi o'rtacha miqdorini bildiradi. Mana bu ikkita mayin chiziqlar esa minimum emas, quantile rate ni bildiradi, ya'ni outlier bo'lmagan datalarning mana shu yerni orasida. Ular haqida batafsilroq keyingi darslarda aytib beraman, lekin bu yerda asosiy maqsad ma'lumotlarning asosiy qismi qayerda joylashgan, mana bu kulrang ga olingan qismi ma'lumotlarning eng asosiy qismi joylashgan miqdorini bildiradi. Bu yerda demak taxminan 1 dan 2,5 gacha ekan North Westda, mana bu grafikga nisbatan olib qarasak, va mana bu qora chiziq esa o'rtacha miqdorini bildiradi. Demak, o'rtacha miqdorda olib qaraganda South, ya'ni janubda eng ko'p o'lim miqdori ekan 100 ming kishiga olib qaraganda, va ekstremal holatlar ham bor yerda, ya'ni outlierlar mana. Demak, District of Columbia'ni ko'rgandek 10 dan ortiq edi 100 ming kishiga to'g'ri keladigan o'limlar miqdori, u ham South, ya'ni janubda joylashgan ekan. Box plot mana shunday ishlaydi. Qisqacha ta'rifi mana shunday edi. Va yana bir grafik desa ham bo'ladi, u ham bor. U shunchaki mavjud desa ham bo'ladi. Qanday ishlashini ko'rsatak sizga. Masalan, x ni olsak, matrix birdan 120 gacha 12 ga 10 qilsak, x 12 x ni o'zini ham ko'rsak, mana birdan 120 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqdik. Bu matrisada esa, rasmiy matrisada mana shunday bo'lar ekan. Buni adashmasam mazmuni mana shunday, miqdor kattalashgan sari oshib boradi degan mazmunni ham bildirish kerak. Bu deyarli kerak bo'lmadi, lekin shunchaki bor bo'lgani uchun ko'rsatyapman buni. Umumiylar esa mana bular edi. Mana eng keraklisi box plot desa ham bo'ladi, va histogramma va mana bu scatter plot. Bu bilan korrelyatsiya, bu bilan demak frequency, ya'ni qanday oralikda joylashganini bilsak bo'ladi. Bu bilan esa ma'lumotlarni o'rtachasini solishtirsak ham bo'ladi, va outlierni ham, ya'ni ekstremal datalarni ham. Asosan mana shu uchovdan foydalanamiz. Bu deyarli kerak bo'lmadi, shunchaki borligi uchun ko'rsatib o'tdim. Demak, men o'zimga eng ko'p kerak bo'ladiganlardan mana shu box plot va korrelyatsiya uchun scatter plot kerak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Katta rahmat.